Masalan, kimlardir hajga borib kelyapti, mana umraga borib kelinyapti. Haligi joyda borganligini, lekin ba'zi insonda shunaqa ekanda, o'sha ilm yo'qligidan o'sha yerda turganligini e'lon qilish uchun haligini o'zini rasmga olib, videoga olib ijtimoiy tarmoqlarga tarqatayotgan insonlar bor. Ko'ngilda o'tyapti-da, biz ham keldik mana umraga. Biz shunday inson bo'lsak ham shu yerga keldik, mana bizni ham qalbimiz toza degan narsani ko'rsatish uchun mana shunaqa holatlar ham bo'lgan. Turli xil yo'llari bor-da, endi buni o'zimiz tushunib olamiz. Mana shu narsani ham iloji boricha maxfiy qilishlikni talab qilinadi. O'shanda dilidan zarracha agar riyo, sum'a o'tsa, ya'ni odamlarga ko'rsatish yo eshittirish qalbida zarracha maqsadi bo'lsa, o'sha qilgan boshqa amallarda ham ana shu amallarda xolislik yo'q. Payg'ambar alayhisalom aytadilar, qilgan sadaqangni, ya'ni o'ng qo'ling qilganingni chap qo'ling bilmasin deydilar. Bu so'zni ma'nosiga qarasak, ya'ni o'ta maxfiy qilishligida aytadilar.